Assalomu alaykum hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari. Bugungi siyosiy ma'rifat soatida davlat xizmatchilarining professional kompetensiyalarini rivojlantirishga oid video lavhalar namoyishini e'tiboringizga havola etamiz. 24-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Belgiyaga rasmiy tashrifi doirasida Yevropaning yetakchi kompaniya va banklar rahbarlari bilan davra suhbati o'tkazdi. O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risida tarixiy bitim imzolandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va belgiyaliklar qiroli Filip uchrashuv o'tkazdilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ichki ishlar organlari xodimlari kuni munosabati bilan bir guruh xodimlarni mukofotlash to'g'risidagi farmoni imzolandi. Shu bilan birgalikda davlatimiz rahbari ichki ishlar organlari xodimlari va faxriylariga tabrik yo'lladi. 27-oktyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tgan kengaytirilgan yig'ilishda joriy yilda iqtisodiyotda kutilayotgan natijalar va 2026-yil uchun mo'ljallangan asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari Amerika Qo'shma Shtatlari delegatsiyasini qabul qildi. Global va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashildi. Davlatimiz rahbari geologiya sohasiga ilg'or xalqaro tajriba va kompetensiyalarni joriy etish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. 28-oktyabr kuni Ko'ksaroy qarorgohida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan kelgan Serbiya Respublikasi Prezidenti Aleksandr Vuchichni kutib olish marosimi o'tkazildi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich muzokara o'tkazdilar. 29-oktyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy sug'urta tizimini takomillashtirish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. 30-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqand shahrida ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti UNESCO bosh konferensiyasi 43-sessiyasining ochilish marosimida ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Finlandiya Respublikasi Prezidenti 29-oktyabr 1-noyabr kunlari rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo'ladi. Toshkentda Naqsh hunarmandchilik maktabi ochildi. Bu loyiha madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi hamda Britaniyaning eng qadimiy an'anaviy san'ati King jamg'armasi bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlari faoliyatining eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari KPI asosida baholashning namunaviy tartibi belgilandi. Prezident huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti FAOning O'zbekistondagi vakolatxonasi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Prezident huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligi va Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati GIZ hamkorligida tashkil etilgan samarali boshqaruv dasturi doirasida davlat muassasalarida ijobiy ish muhitini yaratish orqali inson resurslarini to'g'ri rejalashtirishda rahbarlarning o'rni mavzusida seminar trening o'tkazildi. Namanganda davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish sari mavzusida rahbar ayollar forum seminari tashkil etildi. Endi navbat xorijiy davlatlarda sodir bo'layotgan voqealar tafsilotiga. AQSh prezidenti Donald Tramp Osiyo bo'ylab rasmiy tashrifini amalga oshirdi. Safar doirasida u Yaponiya, Janubiy Koreya va Malayziya rahbarlari bilan uchrashib, xavfsizlik, iqtisod va texnologiya sohalaridagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan qator kelishuvlarni imzoladi. Seulda bo'lib o'tgan uchrashuvda Koreya Respublikasi prezidenti Lee Jae-myung Trampga mamlakatning eng oliy ordeni, davlat mukofoti Katta Magunxva ordeni hamda qadimiy Silla davlatda tojining maxsus tayyorlangan nusxasini topshirdi. Xitoyda blogerlar faoliyatiga yangi qonun joriy etildi. Xitoyda blogerlar faoliyatini tartibga soluvchi yangi qonun kuchga kirdi. Endi sog'liqni saqlash, moliya va huquq kabi sohalarda kontent tayyorlayotgan shaxslar tegishli oliy ma'lumotga ega ekanliklarini hujjat bilan isbotlashi shart bo'ladi. Qonunni buzganlar jarimaga tortiladi yoki akkauntlari butunlay bloklanadi. Shu bilan birga blogerlarga qimmatbaho avtomobil, brend kiyim va dabdabali sayohatlarni namoyish etish taqiqlanadi. Bu yoshlarga yomon o'rnak sifatida baholanmoqda. Germaniyada mamlakatning eng yirik atom elektr stansiyalaridan biri bo'lgan Gundermeningen AESning 150 metrlik sovutish minorasi nazoratli ravishda portlatildi. Portlash Germaniyaning atom energiyasidan to'liq voz kechish siyosati doirasida amalga oshirildi. Tojikistonda maktab o'quvchilari harbiy xizmatdan ozod etildi. Tojikiston parlamenti harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritdi. Yangi tartibga ko'ra endi barcha maktab o'quvchilari kasbiy faoliyati davomida majburiy harbiy xizmatdan ozod etiladi. 28-oktyabr kuni AQShda demokratik gubernatorlar va 25 ta shtat bosh prokurori prezident Donald Tramp ma'muriyatiga qarshi sudga murojaat qildi. Ular millionlab amerikaliklar uchun oziq-ovqat yordamini davom ettirish va dasturni moliyalashtirishni tiklashni talab qilmoqda. Amazon kompaniyasi 14 mingdan ortiq xodimni ishdan bo'shatmoqda. Bu haqda kompaniya o'zining rasmiy saytida ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Amazon xodimlari oldindan ogohlantirilgan bo'lib, endilikda ishga qabul qilish faqat asosiy sohalarda amalga oshiriladi. Kompaniya bayonotida ta'kidlanishicha, qisqartirishlar mijozlar ehtiyojlariga mos ravishda muhim sohalarga investitsiya yo'naltirish maqsadida amalga oshirilmoqda. AQShning Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalardan so'ng Hindistonning yirik neft kompaniyalari Indian Oil, Bharat Petroleum va Hindiston Petroleum Urals neftini sotib olishni vaqtincha to'xtatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, kompaniyalar hukumat ko'rsatmasini kutayotgan hamda alternativ manbalarni baholamoqda.
Barchangizga assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida M-Digestning navbatdagi soni. Jamiyatda sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirish, to'ylar va ma'rakalardagi ortiqcha isrofgarchiliklarning oldini olish, oilalardagi ruhiy ma'naviy muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatish, qolaversa xalqimizning ko'p asrlik qadriyatlariga tayanib, ijobiy an'ana va udumlar asosida me'yoriy hayot tarzini shakllantirishga qaratilgan maromiylik loyihasi start olgan. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirishda davlat va jamoat tashkilotlarining roli mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan e'lon qilingan eng namunali vazirlik va idora ko'rik-tanloviga talabgor vazirlik va idoralarning ma'naviy ma'rifiy yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlari joylarga chiqib, hududlar kesimida o'rganilyapti. Ta'limga va bilimga qilingan investitsiya natijasi ketmaydi. Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidagi 13-umumta'lim maktabining sobiq o'quvchilari mazkur maktabda kutubxona barpo etishdi. Kutubxona zamonaviy mebel va kompyuter texnikasi, elektron resurslar hamda yuzlab badiiy va ilmiy adabiyotlar bilan jihozlandi. Loyiha uchun jami 300 million so'mlik homiylik mablag'lari yo'naltirildi. Qorovulbozor tumani bo'linmasi tomonidan ayni tumandagi umumta'lim maktablari direktorlari ishtirokida fidoyi direktorlar kitobi taqdimoti o'tkazildi. Xuddi shunday taqdimot Toshkent tumanida ham o'tkazildi. Unda uzoq yillar ta'lim tizimida samarali faoliyat yuritayotgan direktorlarning ibratli hayot yo'llari haqidagi kitobning mazmun-mohiyati, motivatsion ahamiyati xususida so'z bordi. Kino karvon loyihasi doirasida Toshkent viloyatining Chirchiq shahridagi 18-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida Bek va Lola animatsion filmi namoyish etildi. Aytish joizki, Bek va Lola bolajonlarning sevimli multfilmiga aylanib ulgurdi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi hamda Yoshlar ishlari agentligi hamkorligida Andijonning Jalolqudug'ida 14-20 yosh oralig'idagi Zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Asosiy maqsad yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Turon Bank aksiyadorlik tijorat banki hamda Transport vazirligi hamkorligida ajoyib loyihaga qo'l urildi. Unda eng qulay va tezkor transport turi metroda yo'lovchilar mobil telefonlari o'rniga kitob mutolaa qilsalar bo'ladi. Umuman olganda, bekatdan manzilga yetib borish jarayonidagi daqiqalarda o'qish uchun imkoniyat qanchalik? Hozir metro bekatlarida kitob almashish javonlarini joylashtirish tashabbusi ilgari surilmoqda. Albatta, bunda yo'lovchilarning fikriga suyanamiz. Buning uchun so'rovnomani to'ldirsangiz bas. Bizda hozircha shunday yangiliklar, voqealar rivojini kuzatib boring. Bizdan uzoqlashmang. Omon bo'ling. Assalomu alaykum. Mahallalar hayotiga oid yangiliklar bilan tanishing. Mazkur haftada O'zbekiston mahallalar uyushmasi raisi Qahramon Quronboyev Farg'ona viloyatida bo'ldi. Viloyatning bir qator tumanlaridagi mahalla raislari va yoshlar yetakchilari bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Tumanlardagi mahalla yettiligi a'zolarining o'z ishiga bo'lgan fidoyiligi alohida ta'kidlandi. Ayniqsa davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan mahallalarda islohotlarni bir tanu bir jon bo'lib sifatli amalga oshirilganligi alohida e'tirof etildi. Muloqot davomida prezidentimizning mahalla tizimini yanada takomillashtirish yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida belgilangan masalalar atroflicha muhokama qilindi. Faoliyatda kuzatilayotgan muammolar ham tahlil qilindi. Xususan, So'x mahallalari budjeti bilan bog'liq masalalarga ham aniq yechim berildi. Tumandagi har bir mahallaga O'zbekiston mahallalar uyushmasi tomonidan 20 million so'mdan mablag' ajratiladigan bo'ldi. Ushbu mablag'lar mahallalarni obodonlashtirish, ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash, ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirildi. Shuningdek, ochiq muloqot davomida Navobod mahallasi raisining taklifiga ko'ra mazkur mahalla binosiga borildi. Haqiqatan ham mavjud bino mahalla yettiligi faoliyati uchun yetarli sharoitlarga ega emasligi, hokimlik, mahalla uyushmasi hamda homiylik mablag'lari hisobidan mahallaga 2 qavatli yangi bino qurib berilishi bo'yicha kelishuvga erishildi. Yangi binoda yoshlar uchun xorijiy tillar va kasb o'rgatishlar uchun zarur sharoitlar yaratilishi rejalashtirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2025-yil 14-oktyabr kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida mahalla tizimini yangi bosqichga olib chiqish, aholining ijtimoiy muammolarini tizimli hal qilish, jamiyatda sog'lom ma'naviy muhitni mustahkamlash hamda fuqarolarning ongi hamda islohotlarga daxldorlik va mas'uliyatlik tuyg'usini oshirish masalalari muhokama qilindi. Yig'ilishda belgilangan topshiriqlardan kelib chiqib, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka
maraka hamda marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirishda davlat va jamoat tashkilotlarining roli mavzusida davra suhbati tashkil qilindi. Unda tegishli tashkilotlar, mas'ullar, ma'naviy-ma'rifiy soha vakillari, olimlar, ziyolilar, mahalla faollari ishtirok etdi. Tadbirda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbekiston mahallalari uyushmasi, Din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, Nuroniy jamg'armasi hamda boshqa manfaatdor tashkilotlar bilan hamkorlikda jamiyatda maromiylik kayfiyatini shakllantirishga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot tadbirlarini o'tkazish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilganligi ma'lum qilindi. Dastur doirasidagi ishlar tashkiliy, an'anaviy va raqamli targ'ibot yo'nalishlarida olib boriladigan bo'ldi. Mazkur tashabbus jamiyatda sog'lom ma'naviy muhitni mustahkamlash, ortiqcha isrofgarchilikning oldini olish va milliy qadriyatlarimizga asoslangan me'yoriy hayot tarzini shakllantirishga xizmat qiladi. O'zbekiston mahallalari uyushmasi rahbariyati Sirdaryo, Jizzax, Xorazm viloyatlari mahallalari raislari bilan Zoom platformasi orqali ochiq muloqot o'tkazdi. Unda qator dolzarb masalalar ilgari surildi. Xususan, mamlakatimiz bo'ylab obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlari bo'yicha bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlarini samarali tashkil etish, yashil makon loyihasi bo'yicha yurtimiz bo'ylab 13 million tub mevali va manzarali daraxtlarni ekish, isitish mavsumiga tayyorgarlik, bunda aholining ehtiyojmand qismini kompensatsiya to'lovlarni to'lab berish kabi masalalar muhokama qilindi. Shuningdek, muloqot yakunida 7lik faoliyatiga oid mavjud muammo va kamchiliklar ko'rib chiqildi. Ularni bartaraf etish yuzasidan esa takliflar bildirildi. Yakkasaroy tumanida hududni ko'kalamzorlashtirish va aholiga yanada qulay, go'zal muhit yaratish maqsadida obodonlashtirish ishlari keng ko'lamda davom etmoqda. Tumanning markaziy ko'chalarida hozirgi kunda 1000 ga yaqin binafsha, lavanda va rozmarin ko'chatlari ekilib, shahar ko'chalariga yangi rang hamda nafosat baxsh etyapti. Ushbu ishlar doirasida yo'l yoqalaridagi xiyobonlar yangilanmoqda, gulzorlar tashkil etilmoqda va mavjud yashil hududlar parvarish qilinyapti. Bu nafaqat tumanning tashqi ko'rinishiga chiroy bag'ishlaydi, balki havoning tozaligini ta'minlash hamda ekologiyani yaxshilashga ham xizmat qiladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana qayta ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Aziz mushtariy, bugun Jadid gazetasining 44-sonida berilgan ayrim maqolalarni sharhlab o'tamiz. Xususan, gazetaning bu galgi nashrida akademik Baxtiyor Ibragimov bilan suhbat o'rin olgan. Suhbat jarayonida olim o'zining Ibragimov qoidasi deb tan olingan ilmiy kashfiyoti, uning amaliyotdagi ahamiyati, shuningdek, moddalar xavfsizligini oshirish yo'lidagi tadqiqotlar haqida so'zlab bergan. Shu bilan birga u ilmiy faoliyatda mehnat va iste'dod uyg'unligi, jamoaviy ishning ahamiyati, yosh olimlar uchun chet tillari va raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Akademikning fikricha, yangi O'zbekiston ilm-fani istiqbolli yoshlar bilan boyib bormoqda va ilmga bo'lgan davlat e'tibori ilmiy muhitni yangi bosqichga ko'tardi. Qahramonimiz supermolekulyar kimyoning murakkab qonunlarini oddiy hayotiy misollar bilan tushuntirib, ilmiy g'oyani amaliyotga tatbiq etish yo'lini ko'rsatgan. Yosh olimlarga faqat bilim emas, mehnat, jamoaviy fikr va sadoqatning zarurligini anglatgan. Oq ildiz sirlari gazetaning ushbu sonida Eshqobil Shukurning adabiyot haqidagi maqolasi e'lon qilingan. Unda adabiyot va xalq og'zaki ijodining inson ruhiyatini tarbiyalashdagi o'rni haqida so'z boradi. Maqolada adabiyotning haqiqiy mohiyati qalbni uyg'otish, irodani toblash va millat ruhini sog'lomlashtirish ekanligi asoslab berilgan. Adabiyot ba'zi shoulardagi kabi odamlarga ermaklar ishlab chiqaradigan fabrika emas, balki tafakkurni harakatga keltiruvchi, inson qalbini quvvatlantiruvchi kuchdir. Shuning uchun ham xalq dostonlarini dunyoni zir titratgan imperiyalar ham yo'qota olmaydi. Endi hamma gap maydonga kirib kelayotgan avlodlarda. Ular alpomish va go'ro'g'liday xalq qahramonlariga qalb eshiklarini ochishlari kerak. Avlodlar qalbida shunday qahramonlar yashasa, vatan taqdiridan xavotirlanmasak ham bo'ladi. Shu bois bugungi yoshlarga qalbingizda kimlar yashaydi degan savolni berib turmoq joizdir, deb yozadi Eshqobul Shukur o'z maqolasida. Shu va shunga o'xshash tahliliy maqolalar bilan Jadid gazetasining rasmiy sahifalarida tanishib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Bilasizmi sahifasi yana siz bilan. Bilasizmi? Farzandingizda qobiliyatini yo'qotadigan ayrim sabablar nimada?
Yuzga urish miyadagi 300-400 hujayrani o'ldiradi. Boshni silash esa miyada yangi hujayralar paydo qiladi. Elektron o'yinlar ijtimoiy aqlni, lug'aviy ziyraklikni barbod qiladi. Bilasizmi? Bolaning fikrlari ustidan kulish, u taqdim qilgan ishlarni tahlil qilmaslik natijasida undagi motivatsiya pasayib ketadi. Bilasizmi? Miyaning 85% suvdan iborat. Har 45 daqiqada 1 stakan suv ichish zarur. Suvga bo'lgan ehtiyoj taomnikidan ancha yuqori. Inson taomsiz yashashi mumkin, ammo suvsiz yashay olmaydi. Bilasizmi? So'nggi vaqtlarda o'smirlar o'rtasida agressiya va stress holatlari ko'paygan. Bunga esa asosan mobil qurilmalar sabab. Turli qo'rqinchli o'yinlar, atrofdagi bulinglar, ya'ni bir-birini ustidan kulish va shaxsiyatiga tegish holatlari ham bunga sababdir. Mana shu holatlar sizning atrofingizda, yaqinlaringiz orasida, balki sizning oilangizda sodir bo'layotganini bilasizmi? Hindistonning Kiplandiya qishlog'ida oilada qiz bola tug'ilsa, uning sharafiga 111 ta daraxt ekishadi. Nimaga aynan 111 ta ekanini bilasizmi? Buni bilmayman, ammo bir tup daraxtning bitmas tuganmas kislorod manbai ekanini bilamiz. Bir daraxt yiliga 20-30 tonna changni filtrlay olish xususiyatiga ega. Bilasizmi? Sibirda dunyodagi kislorodning 25% hosil bo'ladi, chunki bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari maydonidan ham kattaroq hududda o'rmon joylashgan. Bilasizmi? Qattiq charchoq, mudroq va ko'p esnash tanamizda bakteriyalar yig'ilib qolganidan dalolat beradi. Bilasizmi? Koala atiga sutkasiga 22 soat uxlab, 2 soatini ovqatlanib o'tkazadi. Bilasizmi? Eng mashhur oshpazlar erkaklardir. Ma'lumotlarga ko'ra, erkaklar ayollarga nisbatan totli taom tayyorlar ekan. Bu shunchaki gaplar emas, balki bu borada izlanishlar olib borgan mutaxassislarning xulosasi. Menimcha, buning sababi erkaklar masalliqlarini iqtisod qilmaydilar. Bilasizmi? Bir asalari 100 gram asal yig'ish uchun 46 ming kilometr masofani uchib o'tadi. Bu butun yer sharini ekvator bo'ylab kezib chiqish bilan barobar. Bilasizmi? Dunyo bo'yicha har 5 soniyada 5 nafar chaqaloq dunyoga keladi. Sizlar bilan navbatdagi hafta so'ngigacha xayrlashaman. Omon bo'lasiz. Ish joyimda ruhiy bosim yoki adolatsiz munosabat kuzatilsa, kimga murojaat qilishim kerak? Biz avvaloki biror bir davlat tashkiloti korxonada mehnat faoliyatimizni amalga oshiryapmizmi, ish beruvchiga nisbatan bizga adolatli va xavfsiz mehnat sharoitlarini ta'minlab berish majburiyati yuklatiladi. Bunda bizga mehnat qonunchiligida ham keltirib o'tilgan yakka tartibdagi mehnatga oid va u bilan bog'liq bo'lgan boshqa munosabatlarni tartibga solishda eng asosiy prinsiplari bor. Bunda kamsitish yoki bo'lmasa tenglik va majburiy mehnatni taqiqlash prinsiplari bor. Ya'ni bizda ishchanlik sifatimiz va boshqa sifatlarimizdan tashqari har qanday bizga nisbatan o'tkaziladigan ruhiy yoki jismoniy yoki moddiy bosim bu ushbu prinsip talablarini buzish hisoblanadi. Shu bois ish beruvchi tomonidan ushbu harakatlarni amalga oshirish qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka asos bo'ladi. Bu javobgarlik O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida ham, Jinoyat kodeksida ham, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslar asosida ular javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. Bu holatlarda bevosita kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining hududiy bo'linmalari va albatta huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, misol uchun prokuratura organlariga ham murojaat qilish orqali o'z huquqlarini tiklash mumkin. Rasmiy, ayniqsa davlat rahbarlari darajasidagi davralarda tez-tez qizil galstuklarni uchratish mumkin. Odatiy kundalik hayotda ko'pchilik qizil galstuk taqishni yoqtirmaydi va buni turli irim-sirimlar bilan bog'laydi. Biroq diplomatiyada rasmiy shaxslar, ayniqsa prezidentlar va bosh vazirlar qizil rangli galstukdan juda ko'p foydalanadi. Chunki qizil rangli galstukning o'ziga xos ramziy ma'nosi mavjud. Qoidaga ko'ra, qizil galstuk hokimiyat, yetakchilik ramzidir. Odatda muzokara va uchrashuvlarda o'zini ustun tomon deb biluvchilar qizil rangli atributlarga murojaat qiladi. Masalan, prezidentlar Trump va Putin qizil galstuk ishqibozlari hisoblanadi. Germaniyaning sobiq kansleri Angela Merkel ham tez-tez qizil kostyumda ko'rinish berar edi. Shuningdek, qizil rangli galstuk kuch va liderlikka ishtiyoqni ham anglatadi. To'q qizil, ya'ni qirmizi bardoviy rangli galstuklar esa yuqoridagilarga qo'shimcha sifatida kelishuvchanlik, munosabatlar o'rnatishga tayyorlikni ham anglatadi.
Biror bir joyda ishlaydigan bo'lsangiz, texnik bilimlar, ko'nikma va malaka juda ham muhim. Lekin muvaffaqiyatni faqatgina IQ emas, balki emotsional intellekt, ya'ni boshqalar hissiyotini tushuna olish va o'z-o'zini boshqara olish ham belgilaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, yuqori emotsional intellektga ega xodimlar 58% hollarda ishda yaxshiroq natijaga erishadilar. Psixolog va yozuvchi Daniel Golemanning ta'rifiga ko'ra, emotsional intellekt asosan 4 ta ko'nikmadan iborat. O'z-o'zini anglash, o'z-o'zini boshqarish, empatiya va ijtimoiy ko'nikmalar. Emotsional intellekt ish joyida quyidagi jihatlar orqali muhim rol o'ynaydi. Jamoaviy muhit. Yuqori emotsional intellektga ega rahbarlar ijobiy psixologik muhit yaratadilar. Bu esa ijodkorlik va ishonchni oshiradi. Stressni boshqarish. Emotsional intellekt darajasi yuqori bo'lgan xodimlar stressga 30% kamroq beriladilar. Mijozlar bilan aloqa. Empatiya kuchli bo'lsa, mijoz bilan muloqot samimiy va samarali bo'ladi. Liderlik. Rahbarlar uchun emotsional intellekt ilhomlantirish, rag'batlantirish va qaror qabul qilishda muhim omil. Emotsional intellekt muvaffaqiyat, sog'lom ish muhiti va samarali liderlikning asosidir. O'z hissiyotlarini tushungan odam boshqalarni ham tushuna oladi. Demakki, ishida samara bo'ladi. Hatto hayoti ham sifat jihatidan o'zgaradi. Tarjimai hol fuqaroning o'z shaxsiy hayoti va faoliyati haqida bayon qiluvchi hujjat bo'lib, u ma'lum bir qolipga ega emas. Har bir shaxs uni mustaqil ravishda o'zi yozadi. Tarjimai hol erkin yozilsa-da, unda quyidagi ayrim qismlarning bo'lishi shart. Tarjimai hol oddiy oq qog'ozga muallifning to'liq ma'lumotlari ko'rsatilgan holda yoziladi. Tug'ilgan yil, kun, oy va tavallud topgan joyi ko'rsatiladi. Undan keyin esa millati va ijtimoiy kelib chiqishi yoziladi. So'ngra tarjimai hol yozilayotgan shaxsning ota-onasining ismi yoziladi. Keyin ish joyi ma'lumoti, ya'ni qayerda o'qigani, ma'lumotiga ko'ra mutaxassisligi, oxirgi ish joyi va lavozimi, mukofot va rag'batlari, jamoat ishlarida faolligi, oilaviy ahvoli, oila a'zolari haqida ma'lumotlari yoziladi. Shuningdek, pasport ma'lumotlari, turar joyi va uy manzili, telefon raqami ham yoziladi. Oxirida yozilgan vaqt va imzo qo'yiladi. Tarjimai hol oddiy oq qog'ozga, ba'zan bosma ish qog'ozlariga qo'lda yoziladi. Matnni bayon qilish uslubi hikoya uslubida bo'lib, birinchi shaxs tilidan yoziladi. Sayohat qilishni yaxshi ko'radiganlar, kuzda qayerga borsam ekan deb o'ylanyapsizmi? Men sizga O'zbekistonning eng toza havoga ega bo'lgan mashhur maskanlaridan biri Zomin Milliy tabiat parkini tavsiya qilaman. U Jizzax viloyatining Zomin tumanida Turkiston bog' tizmasining shimoliy qismida joylashgan maydoni 25 ming gektardan iborat. Zominning iqlimi mo'tadil, bahorda yam-yashil, yozda salqin, kuzda oltin rang, qishda esa qorli manzaralar hukm suradi. Yozda havo harorati 32 gradus issiqlikni tashkil etsa, kuz-qish mavsumida bu ko'rsatkich -30 gradusgacha yetadi. Bu yerda archa, zarang, yong'oq, bodom, namatak, yalpiz, tarxun, chinnigul kabi dorivor o'simliklar o'sadi. Va bu yerda siz burgut, bo'ri, jayron, quyon, olmaxon, hattoki oq tirnoqli ayiq kabi hayvonlarni ham uchratishingiz mumkin. Zomin O'zbekistonning yirik sog'lomlashtirish va turizm markazi hisoblanadi. Undan tashqari bu maskanda mashhur Zomin sanatoriyasi, zamonaviy ekoparklar, dam olish uylari va bolalar oromgohlari faoliyat yuritadi. Har yili minglab sayyohlar bu yerga tinchlik, toza havo va tabiiy shifo izlab tashrif buyurishadi. Kuzda bu maskan ayniqsa dam olish uchun ayni muddao. Havo tiniq, osmon musaffo, atrofdagi o'rmonlar oltin libosga burkanadi. Zomin O'zbekistonning eng toza havoli maskanlaridan biri va aynan shu sababli bu yer O'zbekiston Shvetsariyasi deb ataladi. Undan tashqari bu yerda Peshag'or g'ori, Xo'jay Serob ota ziyoratgohi kabi tabiiy hamda tarixiy obidalar ham joylashgan. Bu manzillar sayyohlar uchun O'zbekistonning tabiiy merosini o'z ko'zi bilan ko'rish imkoniyatini beradi. Agarda siz tabiatni his etib, toza havoda nafas olishni va O'zbekistonning tabiiy faxrini o'z ko'zingiz bilan ko'rishni istasangiz, albatta Zomin Milliy bog'iga keling. Eng zo'rini, eng zo'r kortejni gaplashib. Bunaqasi hech kimda yo'q.
qara san to'yingga deb bir xil kiyinding. Joy yetmadi, 100 joy yana qo'shadigan bo'ldi. Yana 100 Ovqatlarni xilma-xilini etib tashladim, har xilidan. O'zi pulimiz yetadimi? Unisidan xavotir olma. Voy. Hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Taklif va fikr mulohazalaringizni izohlarda kutib qolamiz. Kuningiz xayrli o'tsin.